Jalolobodda 12-14 fevralda Quritoy deb nomlangan maxsus reyd o'tib, unda 10 jinoiy ish fosh qilindi. Qidiruvdagi bir fuqaro qo'lga olingan. Bu haqda Jalolobod oblasti Ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, 3 kun ichida Jalolobod shahri bilan Suzoq rayonida kunduzgi 4 va tungi 4 ta tezkor qidiruv choralari olib borildi. Bundan tashqari 1350 ga yaqin avtomashina tekshirilib, 200 ga yaqin ma'muriy protokollar tuzildi. Oynalarini qorong'ilatib olgan avtomashinalarni noqonuniy boshqargan qo'lga olindi. Hukumatning O'sh oblastidagi muxtor vakili Talaybek Sarbashov kechki soat 6 dan keyin ishga bog'liq bo'lmagan vaqtda xizmat avtomashinasidan foydalanganlarni jazolashni buyurdi. Oblast hokimiyatining matbuot kotibi Jumomiddin Sulaymonqulovning azattiqa bildirishicha, bu buyruq bo'yicha bildiruv ichki ishlar bo'limlariga va yo'l nazorati xavfsizligi xizmatiga yuborildi. Biroq qoidani buzganlarga qanday chora ko'rish hozircha aniq emas. Bugundan boshlab nazoratga olish jonlanadi. Shu kunlarda xizmat avtomashinalaridan foydalanib yurganlarga qarshi reyd uyushtirish rejalanmoqda, dedi Sulaymonqulov. Qirg'izistonda amaldorlarning xizmat mashinasidan xohlagancha foydalanib, hattoki yaqinlari ham minib yurgani jamoatchilik orasida tanqidga sabab bo'lgan. Avval ishdan tashqarigi vaqtda xizmat mashinalaridan foydalanmaslik to'g'risida hukumatning buyrug'i chiqqani bilan u bajarilmay kelgan. O'sh aeroportidan bir oyda qalbaki pasport bilan o'tishga harakat qilgan 3 fakt ro'yxatga olindi. Ularga qonun doirasida chora ko'rilayotganini chegara xizmati bildirdi. Qalbaki hujjatlarni maxsus uskuna orqali aniqlasa bo'ladi. Qirg'iziston pasportlari o'lka hududida yasalmaydi. Noqonuniy hujjatlar Rossiyada tayyorlanishi mumkin degan taxminlar bor. Qalbaki pasportni qanday qilib bilsa bo'ladi va noqonuniy o'tishga harakat qilganlarga qanday chora ko'riladi? Muxbirimiz mavzuni bayon qiladi. Bu ayolning ukasi Rossiyaga ketayotgan vaqtida aeroportda muammo yuzaga kelgan. Uning chet davlatga chiqishga ruxsat beruvchi pasportining o'rtasi qizil va oq iplarda tikilgani uchun chegara xizmati xodimlari hujjatni yaroqsiz deb aniqlashgan. Lekin 1500 so'm mablag' talab qilishib, u odamni o'tkazib yuborishgan. Parshivka ekan deb 1,5 soat ushlab o'tirib, anan 3 o'yin deganda samolyot 3 o'yin deganda anan qo'yib jiberishibdi. O'shanda 1,5 ming aqcha so'rashibdi-da, 1,5 ming so'm aqcha so'rashib, anan o'tkazib jiberishibdi-da. Anan Rossiyaga borganda sen bu pasportni ochpaychi, ko'rsatib parshivka ekan sen pasporting deb o'shunday deyishibdi. Chegara xizmat xodimlari pul talab qilgan vaqtda fuqarolar ariza bilan murojaat qilishi kerak. Shundagina xodimga nisbatan qonun asosida chora ko'riladi. O'sh xalqaro aeroportining o'tkazish joyidagi xodimlarning so'zlariga ko'ra, qalbaki hujjat bilan qo'lga olingan fuqarolar bor. Hujjat qalbaki yoki aksincha ekanligini chegarachilar maxsus texnikaning yordamida tez orada aniqlashadi. Защита бардық жерде защита бар да. Ошол тегилген жибидагы ортосундагы булдагы атайын УФЛ деп коет, ошо менен күйүп, ошо менен көрсөткөндө бул эми защиталары көп мындай жашыруун нерселер бар. Бул дагы күйүп көрсөтүлөт. Если жөнөкөй жип менен тигип алган болсо, сразу билинет ал. Бул жөнөкөй жип менен если паспортты тигип алса, бул уже подделка деп эсептелет. Chet davlatga chiqish uchun berilgan hujjatdagi iplar oddiy emas, ular maxsus ultrafiolet nurlarning yordamida aniqlanadi. Pasport o'rtasidagi iplar asosan sariq yoki qizil rangda bo'lishi kerak, lekin hujjat qalbaki ekanligini boshqa yo'llar bilan ham aniqlash mumkin. Hozirgi vaqtda esa qalbaki hujjat bilan qo'lga tushganlar ro'yxatga olinmoqda. Men akыркы күндөрү баягы кол менен жасалган, жасалма кээ загран эмес, бирок ID карталар келип, анда-санда келип калып атат. Аны дагы болсо бул Кыргызстандан эмес, Москвадан, Россиядан жасалды дегендей имиштер болуп атат. Бирок анын дагы паспорттун өзү эмес, көчүрмөсү гана келет. Базадан салганда, базадан ал паспорттун номер сериясы жана ошол жаранга берилгендиги боюнча чыкпайт ал. Asosan Rossiyaning qora ro'yxatiga tushganlar ismi sharifini o'zgartirib yoki qalbaki hujjat bilan ketish yo'lini izlashadi. Ayni damda Turkiyaga ketayotgan fuqarolar orasida ham vaziyatlar ko'p ro'yxatga olinmoqda. O'sh xalqaro aeroportida qalbaki pasport bilan o'tishga harakat qilgan vaziyatlar 3-4 marotaba ro'yxatga olingan. Amanchina Ulug'bek qizi Ermak Murodbek o'g'li Azam Buzrikov, Intimaq. Ichki ishlar ministrligining vakillari yosh faollar bilan birgalikda internetdagi ekstremistik va har xil ma'nodagi chaqiruvlarni taqiqlash masalasini muhokama qildi. Bu haqda mazkur vedomstvoning matbuot xizmati xabarladi. Yosh faollar bilan Ichki ishlar ministrligining 10-bosh boshqarmasi ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'limining rahbari Emil Jembekov uchrashdi. U ijtimoiy tarmoqda ekstremizmni tarqatayotgan manbalarni topishga talabalarning yordami zarurligini ta'kidladi. Faollar esa internetda nazorat olib boruvchi maxsus guruh
tuzishni taklif qilishdi. Bu qadam terrorizmga targ'ib qilgan ma'lumotlarni topib, ular bilan kurashishga yordam bo'lishini aytdi. Jeenbekov yoshlar internetdagi har qanday yomon niyatdagi ishlarga chaqiruv lavhalarini va ma'lumotlarni o'chirish bilan Ichki ishlar ministrligiga katta yordam ko'rsatishini ta'kidladi. Shahar meriyasining yig'inlar zalida O'sh shahrida tarix va madaniyat yilini yuqori darajada o'tkazish bo'yicha maxsus yig'in bo'lib o'tdi. Bu haqda O'sh shahar meriyasining matbuot xizmati xabarladi. Unga O'sh shahrining vitse-meri Ilichbek Ergashev, shaharda mehnat qilgan taniqli tarixchilar, etnograflar, madaniyat va san'at ustalari, bilim berish va uni rivojlantirishda hissa qo'shgan tajribali xodimlar, taniqli jamoat arboblari, turizm va sport tarmog'ining mutaxassislaridan tashkil topgan ishchi guruh ishtirok etdi. Ergashev tarix va madaniyat yili katta ahamiyat ega yil ekanligini ta'kidlab, Qirg'iziston xalqining O'sh shahrining tarixini yuksaltirish bilan mustaqillikni mustahkamlash uchun birgalikda ish olib borish kerakligini bildirdi. Yig'in davomida O'sh shahri meriyasining qoshida tuzilgan ijodiy ishchi guruhning tarkibi tarix va madaniyat yilini yuqori darajada o'tkazish ish rejasi bo'yicha konsepsiyani, kompleks ish loyihalarini muhokama qildi.